Yurtdoshlar sizlarga arzon narxda xudo xolasa Malibu 2 qo'yib beramiz. Malibu 2miz 2018-yilda ishlab chiqarilgan. Birinchi narxini aytib o'tikaman, 225 million so'm. Undan ham qaytib beriladi. Mashinamiz 100% kraskasi toza bo'ladi. Motori 2.4lik. Ish yerida ozgina vakuumda chiqib kera bu. Boshqa ham rodnoy mashinamiz. Propan gazlari o'rnatilgan, yaqinda qo'yilgan, 4-5 oy bo'lgan. Yurgan kilometr 100 ming. İçlerinde holatlarını görsak, içler ham normal holatları, kojalar ham matfiy olib turibdi yine. Yurtdoshlar tavsiya etaman, mashin haqiqatan arzon narxda qo'yilib turibdi. Kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib qoldirasizlar. Birdan like bosib qo'yasizlar. Xudo xolasa 2.4 atmosferli motor 225 million so'm. Videoni tarqatmasanglar, iloji boricha kimdir shunday mashina qarab yursa, sababchi olasizlar. Xudo xolasa kelaverasizlar. Salonimizda turibdi yine mashinamiz. Kerak savdoda.